بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hurmatli aziz eshituvchi birodarlar va pasingillarimiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xizmatingizda bugungi aytadigan so'zimiz Imom Abu Hanifa rahimahulloh janoblarining shaxsiyati va hayotida olib borgan faoliyatlariga oiddir. Tinglab foydalanasiz degan umid bilan hozir e'tiboringizda havola qilamiz. Imom Abu Hanifa rahimahulloh jahon musulmonlarining yuqori darajali olimi bo'lib va ma'ruf siymolardandir. Imom Abu Hanifa rahimahulloh hijriy 80-yilda Iroq o'lkasining Kufa nomli shahrida tug'ilib, boy va solih oilada nashv va namo qilgan. Kufa shahri o'sha paytda ashabi kirom va tobiin izomlarni buyuk markazi bo'lib, hadis va fiqh ilmlari bilan obod edi. Hazrati Umar Faruq radhiyallohu anhu bu shaharga xos tavajjuh berib, hattoki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dek buyuk shaxsiyat va faqih kishini muallim unvoniga yuborgan. So'ngra Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Musa Ash'ari, Huzayfa ibn al-Yaman, Salmon Farsi va Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallohu anhum kabi buyuk faqih sahobalar borishib sukunat qilishganlar. Kufa shahri Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning poytaxti bo'lgan va shuningdek mashhur tobi'i Imom Sha'bi va mashhur qozi Shurayh va shu kabi 1500 larga qadar sahobalarga va shu kabi 1500 larga qadar sahobalarki 70 talari badrilardan bo'lib sukunatlari bor edilar. Shundoq ilm va din markazi bo'lgan joyda Hazrati Imom Abu Hanifa rahimahulloh tug'ilib ulg'aygan. Imom Abu Hanifa rahimahullohning nomi Nu'mon, kunyati Abu Hanifa, laqabi Imom A'zam bo'lib, aslan Ajam nasli va Afg'oniston poytaxti Kobul shahridandir. Bobasi Marzubon Umar Faruq radhiyallohu anhu zamonlarida islom olib kelib, Kobuldan Kufaga borib qolgan. Imom Abu Hanifaning to'liq nasabi Nu'mon ibn Sobit ibn Zutay ibn Marzubondir. Otasi Sobit kichiklik paytida Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning huzurlarida borib duo olgan. Abu Hanifa degan kunyati ba'zilarni aytishicha vasfidir, ya'ni Abul Millatil Hanafiyya degan ma'noni ifodalaydi. Qandoyki Alloh taolo Qur'oni Karimda dini Ibrohimni dini Hanif deb nomlagan. Imom Abu Hanifa rahimahullohni Hanifa nomli qizlari yo'q edi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh o'rta bo'yli, xush qiyofa va chiroyli bo'lib, so'zlari juda shirin va ovozlari balandisob bo'lgan bir kishi edi. Mavzu qancha qiyin va chigilgan bo'lganda ham Imom Abu Hanifa rahimahulloh uni nihoyat fasohat va balog'at bilan bayon qilar edi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh tobiidir. Tobi'i deb uni aytadiki, sahobani ko'rgan bo'lsa. Va Imom Abu Hanifa janoblari aksar muhaddislarni aytishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xodimlari Anas ibn Malik va Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallohu anhuma bilan muloqot qilgan. Ammo Imom Abu Hanifa rahimahullohning ko'rgan sahobalaridan biror hadis rivoyat qilmaganlarini muarrixinlar turli tavjih qilibdirlar. Janoblari to u zamongacha hech bir ilm tahsil qilmagan edi. Otalari tijorat pesha bo'lgani uchun bular ham bir tojir haysiyatiga nashv va namo qilgan. Va yo muhaddisinlarni shartlariga ko'ra yoshlari 20 ga yetmay kichiklikdan hadis darslarida ishtirok qila ololmagan.
va har hol shular va yo boshqa biron narsa rivoyat qilmaganlariga sabab bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo sahoba va tobiin fazilati to'g'risida Qur'oni Karimda bunday deydi: "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-ladina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim." Tavba surasi 100-oyat. Va muhojirlariki va ansorlariki iymonda hammadan ilgari va avvaldurlar va u zotlariki yaxshilik ila ularga tobe bo'ldilar. Alloh taolo ularning hammalaridan rozi bo'ldi va ular ham undan rozi bo'ldilar. Va tayyor qildi Alloh taolo ular uchun shundoq bog'larniki ostilaridan ariqlar oqib turur. Ular unda doim tururlar. Ana shuldir buyuk murodga yetmak. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilibdirlar: "Tuba liman ra'ani va liman ra'a man ra'ani va liman ra'a man ra'ani." Ya'ni xusho bahol u kishiga meni ko'rgan, ya'ni sahobalar, va meni ko'rganlarni ko'rgan, ya'ni tobiinlar, va shu kabi tobiinlarni ko'rgan, ya'ni tabi'u tobiin. Imom Abu Hanifa rahimahullohning yoshi 16 ga yetganda otalari bilan haj farizasini adosi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarini ziyorati uchun Haramayni Sharifaynga safar qilgan. Abu Yusuf rahimahulloh aytadiki: "Men Abu Hanifadan eshitdimki derdilar, yoshim 16 ga borganda 96-sanada otam bilan hajga bordim. Ko'p odamlarni bir shayx oldida to'planib turganini ko'rib, bu kimdir deb otamdan so'radim. Otam bu Rasululloh sahobalaridan bo'lgan Abdulloh ibnul Haris ibn Jaza Az-Zubaydi nomli kishidir dedi. Pas meni unga yaqin olib boring dedim. Odamlar joy berishdilar. Hattoki yaqinlariga bordim. So'ng uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam havolasi bilan bunday deganini eshitdim: "Man tafaqqaha fi dinillahi kafahullohu hamma va razaqahu min haythu la yahtasib." Ya'ni kimiki Alloh dinida faqohatli hosil qilsa, Alloh taolo uni hammiga kofi bo'lib va o'ylamagan yeridan unga ro'zi berur. Aziz birodarlar, bu xil oyat va hadislardan Imom Abu Hanifa rahimahulloh janoblarining tobiiligi, maqom va manzilatlarini yuqori ekanligi sabit bo'ladi va bu xususiyatda janoblari 4 imomlar o'rtasida yalg'uz bo'lib buyuk sharafga ega bo'lgan bir zotdir. Imom Abu Hanifa rahimahulloh Qur'oni Karimni kichikliklarida azbar yod qilgan. So'ng ilm hosil qilishni qo'yib savdo muomalasiga uringan. Chunki otasi shu ishni qilaverdi. Va imom janoblari xalq o'rtasida sadoqat va rostgo'ylik ila mashhur edi. Agar porcha va kolaga biron aybi bo'lsa va yo ko'rsalar, uni mushtariga aytaverdilar va ozgina foydaga qanoat qilardilar. Va qo'lda kelgan bu ozgina foydani ham ulamolar va bechora talab ilmlarga sarf qilardilar. Xulosa, tijoratlari siddiqiy tijoratidan iborat bo'lib, hadaflari xalqqa nafa yetkazmoq edi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh tojirpesha bo'lganlari uchun bozorlarga va ko'chalarga bordi keldilari ko'proq edi. Bir marta Kufa shahrining mashhur ustozlaridan bo'lgan Imom Sha'bi rahimahulloh bilan uchrab qoldi. Imom Sha'bi o'zining xudodod farosati ila bildiki, bu bola nihoyat ravshan fikr va bedor mag'zdir. Imom Sha'bi janoblaridan nima ish qilasan va hozir qayerga borasan deb so'radi. Janoblari: men bozori va tojirpesha shaxsman va hozir tijorat uchun
fulon kishini oldiga boraman deb javob berdi. Va yana Imom Sha'biy ulamolar va ahli ilm kishilar bilan ham robitang bormi deb so'raganda janoblari ko'p oz deb javob berdilar. So'ng Imom Sha'biy rahimahulloh Imom Abu Hanifa janoblarining ko'p nasihatlar qilib dars o'qishga targ'ib berdi. Shu qimmatli nasihatlar sababi imom janoblari butun vujudlari bilan dars o'qish va ilm hosil qilishga mashg'ul bo'ldilar. Ibtidoda Imom Abu Hanifa rahimahullohni ulumdan ixtiyor qilgan birinchi narsasi ilmi usuliddin bo'lib, mulhidlar va gumrohlar bilan munozara qilish edi. Chunonchi imom janoblari 27 martadan ham ko'proq Basra shahriga borib, Mu'tazila, Qadariya, Jahmiya, Murjiya va Ravofiz kabi gumroh firqalar bilan munozara qilganlar. Va Imom Abu Hanifa rahimahullohning yoshlari 20 dan oshgani yo'q ediki, gumroh firqalar bilan munozaralar qilib va Kufa masjidida dars uchun xos halqa ochib buyuk shaxsiyatlar qatorida sanalib boshlandilar. Va ammo fiqh ilmiga qarab tavajjuh berganlarining sababi ulamolarning aytishlaricha imom janoblari bir kun do'konlarida o'ltirgan edilarki, bir ayol kelib taloq to'g'risida bir masala so'radi. Janoblari fawran loilmliklarini izhor etib, u ayolga Hammod oldiga borib masalani so'rab qaytishga javobini menga kelib aytdil dedi. Halki ayol masalani Hammod olimdan so'rab javobini kelib Imom Abu Hanifaga aytdi. Imom janoblari javobni eshitgandan keyin ko'p afsus qilib, Hammod olimni darsiga ishtirok qilishni o'zlariga lozim qildilar. Imom janoblari Hammod olimni darsiga o'ltirganlarga Hammod ibtidoda chandon tavajjuh qilmadi. Ammo ziraklik va hushyorliklari oshkora bo'lgandan keyin janoblarining yaqiniga o'ltirtirdi. Hammod ustozlari g'oyat darajada ehtiromlariga bo'lib, hatto Basra ketganda imom janoblarini o'z joyida o'ltirtirdi, zeroki janoblari barcha shogirdlaridan yuqori edilar. Imom Abu Hanifa rahimahullohning Hammod ibn Sulaymondan boshqa ham ko'p ustozlari bor edi. O'zlarining aytishicha, o'sha asrni ilm markazi bo'lgan Kufa va Basra shahrida hech bir muhaddis va olim qolmaganki, ulardan ilm olgan bo'lmasalar. Va shu kabi Haramayn Sharifayn tomon safar qilganlarida Makka-i Mukarramada Ato ibn Raboh va Ikrama va Madina-i Munawvarada Solim ibn Abdullah va Sulaymon bilan uchrab hadis ilmini olganlar. Ahli ilm va tarix yozuvchilarning aytishicha, Imom Abu Hanifa rahimahullohning ustozlarining soni 4000 ga yetib boradir. Bundan 7si sahobadan va 93 tobiindan va boqi qolgani tabi'i tobiinlardandir. Va ustozlarining soni bu qadarga yetgani qaysi ishonmaykon va taajjubli narsa emas. Zeroki Imom Abu Hanifa rahimahulloh 70 yil yashab 55 marta haj qilganlar. Va hammalaringiz buni yaxshi bilirsizlarki, haj mavsumida islom dunyosini aksar olimlari Haramayn Sharifaynda to'planishadirlar. Hamda Makka-i Mukarramada 6 yil iqomat qilganlar. Va shuningdek Kufa shahri ilm markazi bo'lib, buyuk ulamolardan to'la edi. Va ayni paytda Imom Abu Hanifa ahli ilm bilan uchrab, ilm hosil qilishga haris edilar. Va Imom Abu Hanifa rahimahulloh kimidanki ilm hosil qilibdir va kimigaki ilm o'rgatibdir, uni g'oyat daraja hurmat aylab, haqqiga duo qilgan. Chunonchi Ibn Samoa Abu Hanifani Hammod ibn Sulaymon ustozimni vafotidan keyin hech bir namoz o'qigan emasman, magarki ul namozimda otam birgasi uni haqqiga duo qilganman va kimidanki ilm o'rganganman va yo kimigaki ilm o'rgatganman,
haqida duo qilib istig'for aytaman deganini eshitganman deyadi. Va Imom Abu Hanifa rahimahulloh xushxulq, obid va zohid va parhezgor kishi edi. Marvon ibn Muhammad davrida Iroq amiri Yazid ibn Hubayra qozilik mansabini taqdim qilganda inkor etgan va shu kabi Mansur Abbosiy ham qozilikni taqdim qilganda imom hazratlari men qozilik qila olmayman deb javob berganlarida Mansur habsga tashlagan. Va Imom Abu Hanifa rahimahullohning islomiy ilmlarni barchasida mahoratlari bor edi. Ilmi kalom va ilmu fiqhu o'zlarining maydoni bo'lib, hadisni qabul qilishda nihoyat ehtiyot qilib shadid edilar. Chunonchi hadisni to u vaqtgacha qabul qilmar edilarki, to uni ko'p sonida bo'lgan jamoat yana bir jamoatdan naql qilgan bo'lsa, yo mintaqadagi fuqaholar uni amal qilishga ittifoq qilgan bo'lsalar. Va Imom Abu Hanifa rahimahulloh ma'siyatlardan uzoq bo'lib, muttaqi va obid va zohid kishi edi. Chunonchi Ibn Muborak rahimahulloh aytadilarki, men Sufyon Savriga Abu Hanifa g'iybat gunohidan qancha ko'p uzoq ekan, hozirgacha hech kimsa haqida g'iybat qilganini eshitmadim dedim. Sufyon Savri janoblari Allohga qasamdirki, u aqlli inson bo'lib, hasanotlarini uchirib ketayotgan narsani o'ziga hargiz musallat qilmaydi dedi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh Qur'oni Karimni har kunda bir marta xatm qilardilar. Usul istinbotga mashg'ul bo'lib, atroflarida ashablari jama bo'lganda har bir 3 kunda bir xatm qila boshladilar. Ibn Kathir rahimahulloh o'zining mashhur Al-Bidoya va Nihoya nomli tarix kitobida Imom Abu Hanifa 40 yilga qadar xuftan namozini vuzusi bilan subh namozini o'qiganlar deb zikr qilibdir. Va shu kabi 55 marta haj qilganlar. Mis'ar ibn Kudom aytadiki, Imom hazratlari subh namozidan keyin ilmga o'ltiradilar to peshin namoziga qadar. Peshindan keyin to asr, asrdan keyin to shom, shomdan keyin to xuftan namoziga qadar shu hol edi. Ibodat uchun qachon farog'at hosil qilar ekan deb men o'z nafsimga aytdim. Odamlar uyqulab qolganlaridan keyin ko'rdimki, Imom hazratlari masjidni yonidagi uylaridan chiqib, masjidga borib namozga to'xtadilar. Hattoki subh namozini vaqti bo'ldi va kech tomondan hech bir uyqulaganlarini ko'rmadim deyadi. Va Ummu Valad cho'rilari aytadiki, men bularni taniganimdan beri to'shakda yotganlarini ko'rmaganman. Bu kishini uyqusi Tobustonda peshin va asr o'rtasida va qish vaqtida kechani ibtidosida masjidlarida bo'lar edi. Abu Osim An-Nabil aytadiki, Imom Abu Hanifa ko'p namoz o'qiganini sababidan al-watad, ya'ni meh va yo to'xtab turgan sutun deyilar edi. Va kechani namoz, duo va tazarru bilan zinda qilg'uchi edi. Va Qosim ibn Ma'an aytadiki, Imom Abu Hanifa rahimahulloh bir kechasi Alloh taoloning mana shu so'zi: "Balis-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha va amar" ni takror qilishlari bilan tanglattirdilar. Imom Abu Hanifa rahimahulloh saxiy va yaxshi muomala qiluvchi kishi edi. Chunonchi hazratlari Bag'doddan somon sotib olib, Kufaga olib kelib sotur edilar. Qo'lda kelgan foydadan toliblar, olimlar va muhtojlarni ovqatlarini, kiyimlarini va shu kabi kerakli barcha narsalarini sotib olib, hadiya qilib derdilarki, men o'z molimdan hech bir narsa bermadim. Nimaiki sizlarga berdim, Alloh taoloning fazlidan va bergan rizqidandir. Va Imom Abu Hanifa rahimahulloh kasallarni iyodat va odamlarni ziyorat qilishi
va ijtimoiy narsalardan, maxsusan savdo va moliyotiy ishlarda uzoq turguchi bir kishi edi. Hafs ibn Abdurrahmon degan shaxs bilan sharik edilar. Imom hazratlari somonni tayyor qilib unga beradilar. U sotaverdi. Biron somonda ayb bo'lganda unga aytib beradilarki, sotgan vaqtingda aybni mushtariga aytgil. Hafs shariklari bir kuni bir aybdor somonni sotganda aybini aytish yodidan chiqib qolibdir va kimga sotgan buni ham bilmaydi. Imom hazratlari voqeadan xabar bo'lib, hamma somonni pulini sadaqa qilib yubordilar. Imom Abu Hanifa rahimahulloh juda ko'p sabr, burdibor va yuraklari pok bo'lgan bir zot edi. Biror johil va yo avom shaxs tomonidan kelgan aziyatlarga parvo qilmay, yaxshilik ila javob beradilar va hech kimsa haqida kina va kadurat qilmaydilar. Hamda qiladigan ishlarida jiddiy bo'lib, g'oyat daraja e'timom beradilar. Va Imom Abu Hanifa rahimahulloh haqlarida Imom Shofiy rahimahullohning ustozi Vaki ibnul Jarroh aytadiki, buyuk omonatli kishi bo'lib, Allohning rizoyatini har bir narsadan muqaddam qilardi. Va xuddi Imom Shofiy rahimahulloh aytdilarki, fiqhda barcha odamlar Imom Abu Hanifaga ayoldirlar. Va Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytdilarki, Abu Hanifa ilm, taqvo, zuhud va isor e'tiboridan shunday maqomgadirki, hech kimsa unga hamteng bo'la olmaydi. Va Imom Abu Yusuf rahimahulloh aytdilarki, odamlar aytishardilarki, Abu Hanifani Alloh taolo fiqh, ilm, saxovat va Qur'on axloqi bilan zinat bergan. Va Sufyon Savri rahimahulloh Imom Abu Hanifadek shaxsiyatni hech ko'rmaganman deydi. Va Jarh va Ta'dil imomi Yahya ibn Sa'id al-Qatton Imom Abu Hanifa Alloh va rasulidan kelgan narsaga bu ummatni ulug' olimi edi deydi. Va Hofiz ibn Kathir rahimahulloh aytdilarki, Imom Abu Hanifa islom imomlarini biri, ulamolar sardori va 4 mazhabdan birini sohibi va tobiidir. Imom Abu Hanifa rahimahulloh mehribon ustozlari Hammod ibn Sulaymonni vafotidan keyin fiqh halqasini riyosatchiligini qo'lga olgan. Ayni paytda yoshlari 40 edi. Bu vafo shogirdlari atroflarida to'planishib, ilm va fiqhlaridan kasb qilishadilar. Mas'ala va qaziyani hal qilishida hazratlarining xos tariqalari bor edi. Mas'alani o'zlari fawran hal qilmay, shogirdlariga havola qiladilar. Shogirdlar o'rtasida tarah bo'lgan mas'ala dalil bilan pishgandan keyin o'zlari ra'ylarini taqdim qilib, tasvib qiladilar. Imom Abu Hanifa rahimahulloh oldilariga o'quvchi talabalardan ba'zilariga moliy yordam ham beradilar. Chunonchi Imom Abu Yusuf shogirdlariga 20 yilga qadar moliy yordam berganlar. Imom Abu Yusuf shogirdlari sizdan ko'ra saxiy kishi ko'rmadim deganimda, agar Hammodni ko'rganingda nima der eding dedilar imom janoblari. Imom Abu Hanifa rahimahullohning ko'p sonida shogirdlari bor edi. Chunki imom hazratlari ustozlari Hammod ibn Sulaymon rahimahullohning vafotidan keyin dars musnadida o'ltirib, Gurgon, Tabariston, Domig'on, Ray, Nahovan, Hamadon, Halavon, Asbahon, Kirmon, Marv, Buxoro, Samarqand, Sarax, Tirmiz, Balx, Hirot va Sajiston kabi joylardan kelishgan talablarni ilm va fiqhlaridan bahramand qilganlar. Chunonchi Hofiz Abul Mahosin Shofiy rahimahulloh o'z kitobida Imom Azam rahimahullohning darslaridan istifoda qiluvchi shogirdlaridan 918 kishilarni ism va nasablarini qayd etgan. Shu bois shogirdlarining soni ko'p bo'lib, yozishdan tashqaridir. Ko'p sonida bo'lgan bu shogirdlarning ichida ko'plari muhaddislar qatorida va shuningdek ko'plari esa fuqaholar qatorida sanalishib,
islom jahonida din xizmatlarini qilishib, ummat o'rtasida turli laqablar bilan mashhur bo'lishganlar. Biz o'sha mashhur shogirdlaridan ba'zilarini ismlarini faqat bir namuna uchun xizmatingizda taqdim etamiz. 1. Yahya ibn Sa'id al-Qatton. Bu kishi ilm-u rijol fannini asoschisi bo'lib, ummatning ulug' olimlaridan sanaladilar. 130-hijriy yilida tug'ilib, 198-hijriy yilida Basra shahrida vafot etgan. Alloma Zahabiy o'zining Mizonul E'tidol nomli kitobida Yahya ibn Sa'id al-Qattonni tavsiflab, ilm-u rijol fannini asoschisi va birinchi kishisidir deyadi. 2. Abdulloh ibn al-Muborak. Bu kishining ulug' olim va buyuk shaxsiyat ekanliklarini muhaddisin tomonidan Amirul Mu'minin fil hadis va yo Mashriq va Mag'ribni olimi degan quyilgan laqablardan bilavering. Bu kishi Marv shahrini boshindalaridan bo'lib, 118-hijriy yilida tug'ilib va 181-hijriy yilida vafot etgan. 3. Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zoida. Bu kishi mashhur muhaddisinlardan sanalib, Alloma Zahabiy rahimahullohning aytishicha, Imom Azam rahimahullohning mumtoz shogirdlaridan bo'lib, suhbatlaridan istifoda qilgan hamda fiqh tadvinida ham imom hazratlarini birgalariga bo'lgan. Bu kishi Madoin shahrida qozilik mansabida foiz bo'lib, 182-hijriy yilida o'sha yerda vafot qilgan. Ayni paytda yoshi 63 da edi. 4. Vaqi' ibnul Jarroh. Bu kishi Imom Shofiy va Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahumullohdek buyuk shaxsiyatlarning ustozi bo'lib, hadis fannining rukunlaridan biri edi. Shundoq ulug' darajada bo'lgan bu kishi Imom Abu Hanifa rahimahullohning xos shogirdlaridan bo'lib, ko'p masalalarda imom hazratlaridan taqlid qilib, raylariga mutobiq fatvo berdi. Bu kishi 197-hijriy yilida vafot qilgan. 5. Yazid ibn Harun. Bu kishi hadis fannini imomi sanalib, Imom Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, ibn Abi Shaybadek buyuk imomlarning ustozlaridir. Bu kishi ko'p muddat Imom Abu Hanifa rahimahullohning xizmatida qolib, ilm va suhbatlaridan kasb qilgan. Aytadilarki, men ko'p odamlardan istifoda qildim, va lekin Imom Abu Hanifani maqomiga yetgan shaxsni ko'rmadim. 117-hijriy yilida tug'ilib va 206-hijriy yilida vafot qilgan. 6. Hafs ibn G'iyos. Bu kishi ulug' muhaddisinlardan sanalib, imom hazratlarining xos shogirdlaridan edi. Va imom hazratlari san yuragimni taskiniga boissan deb doimo aytirdilar. Harun ar-Rashidni taqozosiga ko'ra qozilik mansabini qabul etib, 13 yil Kufada va 2 yil Bag'dodda vazifa anjom bergan. Bu kishi 117-hijriy yilida tug'ilib va 196-hijriy yilida vafot qilgan. 7. Abu Osim an-Nabil. Bu kishining ismlari Zahhak ibn Makhlad bo'lib, mashhur muhaddisinlardandir. Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda bu kishidan ko'p hadislar naql qilinib, siqaliklariga hammalar ittifoq qilishgan. Va bu obid va zoid kishi imom hazratlarining xos shogirdlaridan sanaladi. 212-hijriy yilida yoshlari 90 ga bo'lib vafot qilgan. 8. Abdurrazzoq ibn Humom. Bu kishi ulug' va mashhur muhaddisinlardan bo'lib, Sufyon ibn Uyayna, Yahya ibn Mu'in, Ali ibn al-Madini va Imom Ahmad ibn Hanbal kabi buyuk shaxsiyatlarning ustozi bo'ladi. Bu kishining hadis darslarida ko'p xalq hozir bo'lirdi. Hamda bu kishi hadis fannida Jomi Abdurrazzoq nomli bir asar yozgan. Va shundoq bo'lgan ulug' kishi hadis fannida imom hazratlarining xos shogirdlaridan bo'lgan. 124-hijriy yilida tug'ilib
va 211 yilida vafot qilgan. 9. Dovud at-Toyi. Bu obid zoid kishi bir xos qabiliyatga ega edi. Ahli tariqat bu kishini murshidini komilin jumlasidan sanaydi va shu esa fuqaholar, maxsusan Hanafi fuqaholar bu kishining tafaqquh ijtihod darajasida yuqori ekanligi to'g'risida hech bir shak qilmaydilar. Va ayni paytda muhaddisinlar bu kishining siqa bila nizo deyishadi. Va dar haqiqat barcha laqablarga mustahiqdirlar. Shundoq sifatlarga ega bo'lgan bu kishi ham Hazrati Imom Abu Hanifa rahimahullohning xos shogirdlaridan sanaladi. 160 yilida vafot qilgan. Azizlar, bu edi Imom Abu Hanifa rahimahullohning muhaddisinlardan ba'zi mashhur shogirdlarining ismi. Shogirdlarning o'rni va maqomi ulamolar o'rtasida va ummat o'rtasida qaysi darajaga ekanligi hech bir kimsadan maxfi emas. Bulardan har qaysilari osmonni yulduzlaridek ravshan bo'lib, ummatga yaxshi xizmatlarni taqdim qilishganlar. Bu shogirdlar holidan tarbiya qiluvchi va ta'lim darsini beruvchi ustozning holini, daraja va maqomini, o'rnini va buyuk shaxsiyat ekanligini xuddi o'zingiz biling. Imom Abu Hanifa rahimahulloh muhaddisinlardan va fuqaholardan bo'lgan xos va mumtoz shogirdlaridan 40 kishini fiqh tadvinida saylaganlar. Va fuqaholardan bo'lgan kishilar quyidagilardan iborat. 1. Qozi Abu Yusuf. Bu kishini ismi Yaqub va kunyasi Abu Yusuf va silsila nasabi Yaqub ibn Ibrohim ibn Habib ibn Sa'd al-Bajalidir. Bu kishi Hazrat Imom Abu Hanifaning xos va mumtoz shogirdlaridan bo'lib, fiqh tadvinida birgalariga bo'lgan. Abbosiy xalifa Mahdi janoblariga qozilik mansabini bergan. So'ng Harunur Rashid xalifasi Qoziyul Quzot laqabini bergan. To u vaqtgacha bu laqab hech bir kimsaga nasib etmagan edi. Imom Abu Yusuf rahimahulloh 113 yilida Kufa shahrida tug'ilib, 182 yilida vafot qilgan. 2. Muhammad ibn Hasan ash-Shayboni. Bu kishining ismi Muhammad ibn Hasan ibn Farqat Shayboni va kunyati Abu Abdullah bo'lib, asli Dimishq shahridandir. Otasi Dimishqdan Vositga kelib qolgan. Bu kishi ham Imom A'zam rahimahullohning xos va mumtoz shogirdlaridan bo'lib, fiqh tadvinida ishtirok etuvchilardandir. Va bu janoblari 132 yilida Vosit shahrida tug'ilib va 189 yilida vafot qilgan. 3. Imom Zufar. Bu kishining ismi Zufar ibn Huzayl bo'lib, asli Asfahon shahridandir. Va bu kishi ham Imom A'zam rahimahullohning xos va mumtoz shogirdlaridan bo'lib, fiqh tadvinida ishtirok etuvchilardan biri edi. Va Imom hazratlari bu kishini g'oyat darajada tavsif qiladilar. Va bu kishi 110 yilida Asfahon shahrida tug'ilib, 158 yilini Sha'bon oyida vafot qilgan. 4. Qosim ibn Ma'd. Bu kishi hadis va fiqhda sohibi kamol bo'lib, adab va arabiyatda yaktoy vaqt edi. Sihoy sittaning musanniflari bu kishidan rivoyat naql qilishganlar. Va Imom Abu Hanifa rahimahullohning xos va mumtoz shogirdlaridan bo'lib, va oldilariga mahbub bo'lgan kishi edi. Va 175 yilida vafot qilgan. 5. Asad ibn Amr. Bu kishi yuqori darajali olim va buyuk martaba sohibi bo'lib, Imom Abu Hanifaning fiqh tasnifi kengashida yozish ishini o'z zimmasiga olgan birinchi shaxsdir. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh undan rivoyat naql qilgan va Yahya ibn Mu'in uni tavsiqlagan. Va bu kishi Harunur Rashid xalifani davrida Bag'dod shahrida qozilik vazifasini anjom berib, 188 yilida vafot qilgan. 6. Ali ibn al-Mushhir. Va bu kishi ham yuqori darajali olim bo'lib,
va imom hazratlarining mumtoz shogirdlaridandir. Imom Buxoriy va imom Muslim o'z sahihlarida ko'p hadislarni bu kishidan naql qilishgan va bu kishi Musil shahrida qozilik o'hdasiga foiz bo'lib va 189-hijriy yilida vafot qilgan. 7. Ofiya ibn Yazid. Bu o'sha ulug' kishidirki, Imom Azam rahimahulloh tasnif majlisida to Ofiya kelganicha masoilni yozmanglar deb qayta aytir edilar. Alloma Zahabiy rahimahulloh bu kishining haqida kana min xiyaril qudat, qozilarni afzalidan edi deyadi. Va shu kabi Imom Abu Hanifa rahimahullohning xos va mumtoz shogirdlaridan Hibbon, Ibrohim ibn Tuhman, Ishaq ibn Yusuf al-Azraq, Hasan ibn Ziyod Lulu'i, Hamzatu Zayyad, Abu Nuaym va o'z o'g'illari Hammod edi. Muhtaram aziz eshituvchilar, bu yuqorida zikr bo'lingan barcha shogirdlar hammasi yuqori darajali olim va tasnif sohibi bo'lishib, dunyoga imom bo'lgan kishilardirlar. Qoidaga qaraganda shogirdlarni oliy darajada bo'lishgani ustozni va imomni oliy rutba va oliy ilmga ega ekanligiga dalolat qiladir. Shogirdni loyiqligi ustozni komyobligidir. Imom Shofiy rahimahulloh men imom Muhammaddan bir tuya bori barobari ilm hosil qildim deb doimo aytar edilar. Bu o'sha imom Muhammaddirki, imom Abu Hanifaning xos va mumtoz shogirdlaridan bo'lib, butun umrini ustozi imom Abu Hanifani ilmini tarqatish va undan tarafdor qilishda o'tkazgan. Imom Abu Hanifa rahimahullohning mazhablari, ya'ni Hanafi mazhabni dalili va usuli 4 narsadir. Kitobulloh, sunnati Rasululloh, ijmo'i sahoba va qiyos. Chunonchi imom Abu Hanifa rahimahulloh o'zlari bunday deydilar: men mas'alani istinbotida hammadan avval dalilni Qur'oni Karimdan olaman. Qur'ondan tommaganimda sunnati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, sunnatdan tommaganimda sahoba qavlidan. Muomala Sha'bi, Ibrohim, Hasan ibn Sirin va Sa'id ibn al-Musayyab, ya'ni tobiinda yetganda o'zim ijtihod qilaman, qandoyki ular ijtihod qilishganlar. Hamda ayturlar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislari va sahoba so'zlari bo'lganda meni so'zimni qo'yib beringlar, ya'ni olmanglar. Hamda ayturlar: sahih va ishonchli hadis meni mazhabimdir. Demak, mazhab usuli yuqorida zikr bo'lingan narsalar bo'lsa, yana ham imom Abu Hanifa rahimahullohning hadisda zaif va qiyosni hadis va asordan muqaddam qilaverdi deb aytilsa, dar haqiqat bunday deyishlik haqlarida qancha katta bo'xtondir. Holanki imom Abu Hanifa rahimahulloh hadisni qabul qilishida qattiq shartlarni qo'yib va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taraf nisbat qilishda juda muhtoj, zabt va tahrirda nihoyat shadid edilar. Binobarin, ilmsiz va johillar tomonidan imom Abu Hanifa rahimahulloh haqlarida bo'ladigan e'tirozlarni misoli kunduz kunda kun chiqqandan inkor qilgandekdir. Va yana bir tarafdan rasm rivojlar, xurofot va bidoatlardan iborat bo'lgan ko'p asossiz narsalarni imom Abu Hanifa rahimahulloh mazhabiga nisbat berilgani katta zulm bo'lib, noinsoflikdir. Hanafi mazhab bu xil barcha narsalardan xoli, sof va pok bo'lib, kitob va sunnatdan olingan ahkomlarni nomidir. Kitob va sunnatda bo'lmagan narsa imom Abu Hanifaning mazhabidan emas. Kimiki mazhabda bo'lmagan narsalarni mazhab otiga qiladi, dar haqiqat ul imom Abu Hanifaga katta bo'xton qiluvchi va ochiq yolg'onchilardandir. Ammo imom Abu Hanifa rahimahullohning o'zlaridan qaysi xos kitob va yo biror asar qolmasligi harchand aytilsa ham ularni o'zlariga va mazhablariga qaysi ayb vorid qilmaydi. Nima uchunki imom hazratlarining asrida ta'lif va tasnif ishi rivoj emas edi. E'tibor hifzga berilar edi.
Agar farz qildikki imom Abu Hanifa kitob yozmadi, imom Abu Yusuf va imom Muhammad va shu kabi muhaddisin va fuqaholar qatorida bo'lgan boshqa mazkur shogirdlarini yozgan kitoblari kimnikidir? Usul va qavoidni asosini kim qo'ygandir? O'sha ustozlari imom Abu Hanifadir. Va buni yonida fiqh islomida yozilgan ko'p kitoblar imom Abu Hanifa rahimahullohga mansub bo'lib ta'liflaridandir deyilgan. Masalan, Al-Fiqhul Akbar kitobi Hammod ibn Abi Hanifa rivoyatidan va Abu Muti al-Balxi rivoyatidan, Al-Alim wal Mutaallim Abu Muqotil Samarqandi rivoyatidan va Risolatul Imom Abi Hanifa ila Usman al-Batti Al-Wasiya Abu Yusuf rivoyatidan va shuningdek boshqa ko'p kitoblar. Imom Abu Hanifa rahimahullohning mazhabi 4 mazhab ichida xos qabuliyatga ega bo'lib jahonda tarqalgan. Chunonchi Abbosiy davlatida, so'ngra Saljuqilar, G'aznaviylar va Usmoniylar davlatida rasmiy mazhab tanilib va hozirga qadar jahonning ko'p islomiy davlatlarida shoyadir. Masalan, Misr, Shom, Iroq, Eron, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Chin, Turkiya, Saudiya Arabiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston va shu kabi boshqa joylarda bu mazhab payravlari topiladi va bu buyuk shaxsiyati dunyoning ilmidan to'ldirganidan keyin qamoqxonada mahbus va mazrub holda o'z aziz jonini o'z Parvardigoriga taslim qiladi. Abu Ja'far Mansur xalifasi qazo mansabini taqdim etganda imom hazratlari inkor etadi. So'ng habsga tashlaydi. Urub va aziyat berish orqali bu dunyodan ko'z yumadilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Radiyallohu anhu va ardohu. O'sha paytda yoshlari 70 ta bo'lib 150-hijriy yili edi. Marqadlari Bag'dod shahrining Azamiya degan joyida hozirga qadar mavjuddir. Ruhi shod, joyi jannat. Hurmatli eshituvchi aziz birodarlar va opa-singillarimiz, bu edi Hazrati Imom Abu Hanifa rahimahulloh janoblarining shaxsiyati va hayotida olib borgan faoliyatlari borasida qisqacha ma'lumot. Ko'ngil qo'yib tinglaganlaringizga rahmat. Xayr, yaxshi, sog' va salomat qoling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.